Oyijon homiladorlar. Bor ekan. Haligi, men gapiray. Yulduz seni qiz. Nima ovqatmasmi? Kelin hozircharimdan so'rayman. Bu adashmasam o'zi qog'oz. Nima? O'zi? Nikoh o'zigimi? Yo'dir. Endi tushundim. Oyijon homiladorlar. Jinnim sizga qoling. Do'stingga o'xshamayapti u. Haligi bo'lani otasi kim, ha? Ha, boqam aka. Biza tomonlarda bekorga o'ralashib yurmagan ekanlar. Bo'ldi qilinglar. Umuman xayolga kelmaydi narsalarni o'ylashini qarab. Miyanglar bormi? Joyidami o'zi? Boqam 80 yoshda bo'lsa nima bo'ladi bu yog'i? Ha nima 80 voy, 90 voy, 100 voylar ham bo'lar balkim. Nima ular g'alati bo'lyapti-ku. Tushunmadim qanaqasiga, buni vobshe iloji yo'q-ku. Yulduz bir nima deysiz, ko'p kitob o'qigansiz. Man agar tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, bunaqa voqealar bo'lgan. Ota bobolarimiz 70-80 da ham farzandli bo'lishgan. O'shaning uchun ham 70 voy, 80 voylar tug'ilgan-da. Ha, bitta harakatlarni mehnatlantirib qozi qartalani yeyishgan uchun kerak, to'g'rimi? Voy, tamom, ko'nglim aytordingiz. Sabrishini qilsin. Shoshmanglar. Oldin mamoni hal qilib olaylik. Shundacha tug'iladigan bola bizga kim bo'ladi? Qaynisingil yoki qayni uka bo'ladi, o'rgilinglar. Endi shu qoluvdi. Qayni ukamizni kutini tozalab, pampers kiydirib yurishimiz. Kasha ham beramizmi hali? Kasha deganinglarga kasha yegim kelib ketyapti. Bugun kasha qilib yeylik, qizlar. Menga qaranglar, ichkarida Xonzoda bor, oyijonning kasalliklarini bilish kerak emas. Nima qilib bo'lsa ham uni ketqizish kerak. To'g'ri. Bo'lmasam sizlar bir nima qilgansizlar, yaxshi qaramagansizlar deb bizani ayblaydi. Qaysi singil kenayishdan rozi bo'lgan? To'g'ri. Men tashqarini qarab keldik, kimdir eshitib turgan bo'lmasa? Tretskiy serialida hamma gapi kimdir eshitib qoladigan. Devor ham qulog'i bor. Menga qaranglar, qayni singlimizdan qutulmasak bo'lmaydi, bo'lmasa oyijon hamma vasiyatni unga qoldirib ketadilar. Qayni singildan o'lib qutulasan faqat. Odammi qorasi? Nima edi? Olasi. Odammi olasi ichida ekan deb shuni aytsa kerak-da. Devlar o'lib. Nima edi kenayi? Sulaymon o'lib, devlar qutulib. Rahmat Yulduz kenayi. Sulaymonlar o'lib, devlar qutulibdi deb shunga aytsa kerak-da. Hammini hali quritaman. Oyim o'lganlari yo'q hali. Hammasini zapis qilib olganman. Hozir akamga telefon qilaman.